Jorge Jesus taqdirlanadi. Keyin esa uning assistentlari albatta ushbu katta bosib o'tilingan yo'lda murakkab ishlarni, missiyani bajarishdagi qo'shgan hissasi uchun har bir shaxs taqdirlandilar. Hozircha murabbiylar shtabi bosh murabbiy Jorge Jesus 71 yoshda o'zining navbatdagi sovrinini qo'lga kirityapti. Joao de Deus esa uning assistenti. Marcio Sampaio, Thiago Oliveira, Tony Mengual, Ricardo Silvalar, portugaliyalik faqatgina Tony Mengualdan tashqari. İspaniyalik mutaxassis hisoblanadi. Va bularning barchasi eng qizig'i Al Hilol jamoasining sobiq shtabi hisoblanadi. Ya'ni aynan bu shtab Jorge Jesusga tegishli. Bu shaxs esa va nihoyat oqladi o'zini. Bento Krevski Abdulrahmon Al-Otaybiy ham o'zining oltin medallarini qabul qilib oldi. Kutilgan medallar. Fransuzlarga xos harakatlar bilan uni qabul qilib olyapti. Inigo Martinez mana shu mavsumda Barselonadan kelib qo'shilgan katta shaxs, katta professional. Uni o'rni juda ham katta bu chempionlikda. O'sha yil to'g'risi mavsum davomida, aynan mavsumning yarmidan boshlab Al-Nasr jamoasining o'yinlarini sharhlashni boshladim va o'sha yil menda juda ham katta taassurot uyg'otdi. Yuqori tajribaga ega bo'lgan futbolchilar qatorida bemalol aytsa bo'ladi. Katta futbolchi bu ham Al-Nasr jamoasi tarkibidagi, ya'ni darajasi jihatdan ayni damdagi Al-Nasrning bironta futbolchisidan qolishmaydi. O'ysani Haybari shunchaki Marcelo Brozovichning fonida qolib ketgan. Mana o'sha esa hozirgi futbolchi jarohat tufayli Marcelo bugungi uchrashuvni o'tkazib yubordi, lekin bu oltin medallarga loyiq emas degani emas. Brozovich katta mehnatni amalga oshirdi, katta yo'lni bosib o'tdi. Bu mavsumdan aynan Al-Nasr jamoasi o'yinlarini to'liq namoyish etdik va izohlarni hozir yozib qoldirishingiz mumkin. To'liq ko'rdingizmi har bir uchrashuvni? To'g'risini chin dildan ayting.
nega bunday deyapman? Mana shu futbolchilarga baho berish imkoniyati bu mavsumda sizda bo'ldi. Ularning qay darajada ekanligini ko'rish jonli tarzda o'zbekcha sharhda bepul Sadio Mane yana bir katta futbolchi. Lekin Felixni namoyish etishdi. Joao Felix esa o'zi umuman bu mavsum boshqacha harakat qildi. Menimcha uning faoliyatidagi eng yorqin mavsumlardan bo'ldi. Sababi aynan samaradorlik borasida futbolchi o'zining eng yuqori natijasini qayd etdi. Hozir bir statistikaga ko'z yugurib turib o'taman. Mana so'nggi marotaba 20 ta gol urmagan faoliyatida 15 ta gol uning eng maksimum hisoblanadi. Uni ham futbolchi 18-yilgi, 19-yilgi mavsumda aynan o'sha o'zining yuqori karyerasiga, ya'ni karyerasini yuqori pallasiga chiqish arafasida amalga oshirgan Benfica tarkibida o'sha mavsumdan keyin Atletico Madrid jamoasiga borib qo'shilgan. 26 ta o'yinda 15 ta gol urgan futbolchi. Bu mavsumda esa 33 ta o'yinda 20 ta gol va 13 ta assist amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Bu esa Cristiano Ronaldo har bir adekvat futbol muxlisining qalbidan o'rin olgan. Har bir adekvat futbol muxlisi, garchi u mana hozir izohlarda doim yozasiz, doim ko'raman, chunki o'zim birinchi navbatda video bloger bo'lganim uchun izohlarga alohida e'tibor beraman. Messichilar unaqa deysizlar, lekin adekvat futbol muxlisi sifatida Messichi bo'lsangiz ham Ronaldoni kuzatasiz. Uning o'yiniga hurmat bilan e'tibor qaratasiz. Uning o'yinlarini kuzatasiz. Uning natijasi sizga qiziq, chunki Ronaldo futbolda juda ham katta personaj. Butun dunyoda katta fenomen. Va u ayni damda ko'z oldingizda sizga yana bir bor buni isbotlamoqda. Har qanday musobaqa, dunyoning har qanday nuqtasi bo'lishidan qat'iy nazar, Cristiano muxlislari uchun, jamoasi uchun natija qayd etishga tayyor. Va bugun u o'z jamoasi bilan, An-Nasr bilan chempionlikni qo'lga kiritmoqda do'stlar. Lahzadan bahra oling. Shu pallada esa biz barcha An-Nasr jamoasi muxlislari va Ronaldoning personal muxlislariga minnatdorchilik bildiramiz. Butun mavsum davomida biz bilan birga bo'lishganliklari uchun va ushbu uchrashuvni biz bilan tomosha qilganliklari uchun. Shu daqiqalarda biz ayni damda efirni olib borayotganimizga 2 soatdan oshdi va uyga boraylik desak, menimcha xafa bo'lmaysiz. Efirda sharhlovchilar Muhammad Ali, menimcha xafa bo'lmaysiz. Efirda sharhlovchilar Muhammad Ali Muhammad Karimov hamda Abdullajon Yusupov